Men Armanning oldiga bordim va uni tabriklab qo'ydim. Keyin Hamzatning oldiga bordim. "Ey og'ayni qalaysan?" dedim. "U yaxshi. Qachon qaytasan?" dedi. "Bilmasam, qachon bo'lsa o'shanda qaytaman." U belimga urib qo'ydi. Keyin men ham yaxshi deb qo'ydim. Keyin oramizga xavfsizlik xizmatchisi qo'shildi. "U meni urmaydi. Hozirgina yaxshi gaplashdik-ku" dedim. Keyin u meni itarib yuborib, g'alati so'zlar aytdi menga. Keyin men ketishga majbur bo'ldim. "Sen bu sportning chempionisan" dedim. "Lekin sen bolalardek harakat qilyapsan. Bu yerda do'sting g'alaba qozondi. Sen uni bayramini buzyapsan. O'zingni bos, sekinroq gapir. Bu yerda senga emas, do'stingga hurmat ko'rsatish kerak. Yoki yana trendga chiqing kelib qoldimi, ha? Shoshmang, rostini aytaman." U jahl bilan g'azabga to'lgan holatda gapirdi. Men dunyoga kimligimni ko'rsatishim kerak degan gaplarni aytdi. "Yo'q, sen jahon chempionsan. Odamlar sendan shuni kutishmaydi. Senga hech kim o'zingni qattiq ko'rsatishingni talab qilmaydi. Bir kun oktagonda ko'rishamiz. Ehtimol u meni oyoqlarimni ushlashga urinar, lekin baribir ololmaydi. Gapni cho'zmay qo'ya qolay.